Assalomu alaykum aziz talabalar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan davlat tili ish yuritish fanidan yangi ma'ruzamizni boshlaymiz. Mavzu bilan tanishtiraman. Ish hujjatlarining yuritilish tartiboti. Men Hamid Masur Abdumonopovich, Termiz davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi. Sizlar bilan bugungi darsimizni boshlaymiz. Dastlab doimgidek ma'ruza uchun rejalar bilan tanishtirib o'taman. Birinchi rejamiz ish hujjatlari va ularga qo'yiladigan asosiy talablar. Ikkinchisi esa sohada ish yuritish hujjatlari. Uchinchisi hujjatlarning o'ziga xosligi. Hujjatlar bilamiz uzoq yillik tarixga ega va hujjatlarni har biriga qo'yiladigan talablar bor. Har bir hujjat o'ziga xos yondashishni talab qiladi ba'zida. Shunga ko'ra biz hujjatlar bilan ishlashda elektron hujjat bo'ladimi, qo'lyozma hujjatmi, albatta o'sha me'yorlarni unutmagan holda yondashishimiz zarur bo'ladi. Ish hujjatlari va ularga qo'yiladigan asosiy talablar nima? Hujjatlarning mukammalligi davlat ishlarini yuritish takomilidan dalolat beradi. Demak, davlatda mustaqillikdan keyin O'zbekistonda hujjatchilik bilan bog'liq islohotlar juda ham rivojlanib, yangi bir palaga kirdiki va hozirgi yangi O'zbekiston 3-renessansda bu holat yanada kengaymoqda. Sababiki elektron hukumat, umuman hujjatni elektron holatga o'tkazish, veb-saytlar yoki qog'ozbozlik oldini olish, umuman hujjatlardagi sarsongarchilikni oldini olish, insonlardagi vaqt bilan bog'liq masala yoki moddiyat bilan bog'liq masala, hujjatlarni albatta zamon talablariga xos holatda elektron shaklda o'tkazish, platformalar yaratilishi ham bu bir hujjatchilik yangi bir istiqbolli holati desak mubolag'a bo'lmaydi. Va davlat tizimining barcha bo'g'inlarida bilan hujjatsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Siz dastlabki hujjatingiz bu tug'ilgan to'g'risida guvohnoma va oxirgi hujjat vafot etgandan keyin o'lim to'g'risida guvohnoma, afsuski bilasiz, ikkalasini ham o'zingiz ola olmaysiz. Va mana shu jarayondagi hayotingizdagi har bir jarayonda yuzaga keladigan holatlarda hujjat almashasiz. Hujjatsiz biron bir sohani hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Masalan, maktabga borganingizda yoki maktabgacha ta'lim muassasasi, maktabdan keyin oliy ta'lim muassasasi, undan keyin ish faoliyatingiz va hokazo har bir jarayon albatta hujjat bilan chambarchas bog'liq. Shunday ekan, faoliyatimizdagi hujjatlarni qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar nafaqat filolog tilshunos o'zimizni sohamizdan kelib chiqib, o'sha sohada mavjud bo'lgan hujjatlarni yuritish va ularga qo'yiladigan matniy talablarni bilishimiz kerak bo'ladi. Endi O'zbekistonda demak 1924-yilning 31-dekabrida qabul qilingan o'sha Inqilobiy qo'mitasi tomonidan ishlarni o'zbek tilida yurgizish ham O'zbekiston Jumhuriyati Inqilobiy komiteti huzurida markaziy yerlashtirish hay'ati va mahallalarda muzofot yerlarini o'sha hay'atlar tuzilishi to'g'risidagi yerlashtirish bilasiz. Kishilarga, O'zbekiston fuqarolariga mustaqillikning dastlabki yillarida bilasiz, yerlar taqsimoti, yer bo'lib berilgan va ularni albatta hujjatlashtirish jarayoni o'zbek tilida yuritilgan. 1989-yildan boshlab davlat tilida hujjatlar yuritilish boshlandi va hujjatlarda o'zbek tiliga xos bo'lgan jumlalarni qo'llanishi ham asosiy masala edi. Shunday ekan, lekin bir narsani inobatga olishimiz kerak. Hujjatlarda qolib, asosan rus hujjatchiligidan bizga hozir andoza olingan, ariza yozasizmi yoki bildirgi tushunish xatida. Lekin hujjatni tili, uslubi albatta o'zbek tilidan kelib chiqqan holatda bo'lishi kerak. Bilasiz, 1995-yil 24-avgustda o'zbek tili asosiy imlo qoidalari qabul qilingan, 82 banddan iborat va 8 ta bo'lim mavjud. Bu asos o'zbek tilining asosiy imlo qoidalari bilan qo'shimchalar ustida o'zbek tilining imlo lug'ati, to'g'ri yozishni o'rgatadi. Hujjatda biron bir so'zni yozmoqchi bo'lsangiz, o'shanda imlo lug'atiga murojaat qilib, to'g'ri holatini ko'rib, keyin yozganingiz maqsadga muvofiq. Agar ikkilansangiz, qaysidir so'zni, ayniqsa o'sha x va h bilan bog'liq jarayonlarda va boshqa so'zlarni chetdan kirib kelgan ayniqsa so'zlarni qanday yozish bilan bog'liq ikkilansangiz, albatta shunga murojaat qilishimiz kerak. Endi 1989-yil 21-oktyabrda ham bilasiz, davlat tili, ya'ni o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi va aynan shu kundan boshlab tilimizga bo'lgan munosabat, islohotlar va til siyosati masalalari ham dastlab kun tartibiga chiqqan masalalardan biri edi. Va bu qonunga 95-yil bilasiz, dekabr oyida qayta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, 24 ta moddadagi qisqarib, dastlab 30 ta modda bo'lgan va birinchi moddasi O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tilidir deb yozilgan va Konstitutsiyamizning 4-moddasida ham O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tili ekanligi qayd etilgan. Shundan kelib chiqadiki, bizdan tildan foydalanishi huquqimiz konstitutsiyaviy huquq hisoblanadi, to'g'ri.
O'zbekiston ko'p millatli mamlakat va millatlar o'zini tilidan foydalanish huquqi albatta mavjud va lekin hujjat yuritishda o'zbek tilida yuritish bu qonunchilikda belgilab o'tilgan. Va o'sha davlat tili to'g'risidagi qonun 9-moddasida davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ishning davlat tilida yuritilishi va zaruratga qarab boshqa tillarga tarjima qilinishi alohida ta'kidlab o'tiladi. Sudlarda ham albatta tarjimon bilan qatnashish mumkin. Boshqa til vakili yoki boshqa millat vakili bo'lsa albatta mumkin. Yoki notariusda tarjima bilan bog'liq jarayonlar ham faoliyat yo'lga qo'yilgan. Buni yaxshi bilasiz. Tergov jarayonlarida ham tarjimondan foydalanish huquqimiz bor. Endi hujjatlarni tasnifiga o'tadigan bo'lsak, hukumatimizda, umuman davlatimizda sohalarda yuritilgan hujjatlar asosan o'sha 4 turga bo'lib o'rganiladi. Tashkiliy hujjatlar, farmoyish hujjatlar, ma'lumot axborot hujjatlari va xizmat yozishmalari. Eng kattasi ma'lumot axborot hujjatlari biz ko'p yuritamiz, o'sha arizadan tortib e'longacha. Farmoyish hujjatlari esa prezident farmonidan o'sha yuqori turuvchi hujjatlar sifatida prezident farmoni, qarorlar, prezident yoki o'sha vazirlar mahkamasini ko'rsatma, buyruqdan ko'chirma va farmoyishlar ham farmoyish hujjatlar tarkibiga kiradi. Tashkiliy hujjatlar va xizmat yozishmalari ham o'ziga xos bir qancha hujjatlarni qamrab oladi. Masalan, tashkiliy hujjatlarda guvohnomalar, shartnomalar, mehnat ta'tili grafiklari, lavozim yo'riqnomasi, nizom ustavlar yoki o'sha ichki tartib qoidalar, mehnat jarayonidagi bu tashkiliy, ya'ni ishni tashkillashtirishga yordam beradi. Xizmat yozishmalariga esa xatlar asosan katta turni tashkil qiladi, rasmiy va shaxsiy xatlar, telegramma, telefonogramma, faksogramma yoki o'sha manzil bilan bog'liq hujjatlar yoki deylik diplomatik va tijorat yozishmalari ham o'sha xalqaro munosabatlardagi mana shularni ham yozishmalar tarkibiga kiritamiz. Tuzilishiga ko'ra esa hujjatlar ichki va tashqi hujjatlarga bo'linadi. Ya'ni ichki hujjat muassasa yoki korxonani o'zida tuziladigan va shu korxona ichida foydalaniladigan hujjatlardir. Bularga xodimning shaxsiy varaqasi, majlis bayonnomasi, ichki buyruq va boshqalarni kiritamiz. Tashqi hujjatlar esa korxonaga, boshqa tashkilot va ayrim shaxslardan keladigan hujjatlardir. Bularga taklifnoma, ishonchnoma, yo'riqnoma, kafolat xati, tavsiyanoma va boshqalarni kiritamiz. Bilasizki, kirim-chiqim muhrlari ham bor. Turlicha holatda bo'ladi. Chiqayotgan hujjatga chiqim, kirib kelgan hujjatga kirim muhrini bosib, ro'yxatga olib, ya'ni sanani va qaysi raqamga kelgan bo'lsa, shuni yozib, o'sha muhrlar bilan ham foydalanishimiz mumkin. Bu o'sha hujjat tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Va endi o'sha mazmuniga ko'ra hujjatlarga o'tadigan bo'lsak, sodda va murakkab hujjatlar bor. Sodda hujjatlarni bilasiz, bir masalani o'z ichiga oladigan hujjatlar. Bularga ariza, e'lon, tilxat, kafolat xati boshqalarni kiritishimiz mumkin. Ikkinchisi esa murakkab hujjatlar. Bir necha masalalarni o'z ichiga olgan hujjatlar. Bularga shartnomalar, ma'lumotnoma, rejalashtirilgan hisobot hujjatlari va boshqalarni kiritamiz. Bu degani hujjat matniga qarab emas, ya'ni katta, kichkina matn bo'lsa, bu shunga qarab sodda, murakkablik emas, nechta masalani o'z ichiga qamrab olgani bilan bog'liq. Endi o'sha mazmun bayonning shakli jihatdan xususiy, namunaviy, qolipli hujjatlarni farqlaymiz. Xususiy hujjatlar tashkilotlarda o'sha matnning o'ziga xosligi, betakrorligi, mazmun bayoni erkin bo'ladigan hujjatlar hisoblanadi. Bularga xizmat, so'rov, iltimos, javob, kafolat, axborot xatlari va boshqa hujjatlarni kiritamiz. Namunaviy hujjatlar esa boshqaruvning muayyan bir vaziyatlari bilan bog'liq, bir-biriga o'xshash va ko'p takrorlanadigan masalalar yuzasidan tuzilgan matnlarni o'z ichiga oladi. Bu hujjatlar bularga o'sha tavsiyanoma, ariza, e'lon, taklifnoma va boshqa hujjatlarni kiritamiz. Qolipli hujjatlar esa odatda oldindan tayyorlangan bosma ish qog'ozlariga yoziladigan hujjatlar hisoblanadi. Xo'sh, hujjatlarga nisbatan ko'proq bu hujjatlarni biz yozmoq emas, to'ldirmoq degan jumlani qo'llasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Bularga ish haqi yoki yashash joyi haqidagi ma'lumotnomalar, mehnatga layoqatsizlik varaqasi, bandlishni deymiz. Mana shu hujjatlar, so'rovnoma, tek shakl formasi bo'lishi mumkin va ayrim dalolatnomalar, xizmat safari guvohnomalari ham mana shu qolipli hujjatlarga kiradi. Lekin banklarga borganimizda odatda ariza yoki boshqa tashkilotlarda ham ba'zi hujjatlarni qoliplashgan holatda keltirgan. Bu vaqtdan yutish yoki qog'oz sarfini oldini olish bilan bog'liq jarayon bo'lishi mumkin. Turli soha vakillari kelib murojaat qiladi albatta. Shuning uchun ularni qolipli hujjat deb aytish kerak emas. Shunchaki vaziyatdan kelib chiqqan holatda o'sha tayyor hujjatlarni qolipga keltirib sizga taqdim qiladi. Vaholanki u albatta qo'lda yozilishi kerak. Namuna beradi sizga yozishga, xato qilmasligingiz uchun takror xatolikni oldini olish uchun shunday holat keltirilgan. Endi tegishlilik jihatiga ko'ra xizmat o'sha
hujjatlari, ya'ni rasmiy hujjatlar ham deb yuritamiz va shaxsiy hujjatlar farqlanadi. Xizmat, ya'ni rasmiy hujjatlar tayinlanishiga ko'ra tashkilot yoki mansabdor shaxslarga tegishli hujjatlardir. Bularga ishga qabul qilish buyruqlari va boshqalarni kiritamiz. Ikkinchisi shaxsiy hujjat. Yakka shaxs tomonidan yoziladigan, ularning xizmat faoliyatlaridan tashqaridagi yoki jamoat ishlarini bajarish bilan bog'liq masalalarga tegishli bo'ladigan hujjatlar hisoblanadi. Bularga shaxsiy ariza, shikoyat va boshqalarni kiritamiz. Shaxs guvohnomasi, pasportingiz yoki haydovchilik guvohnomasi, bundan tashqari nikoh tuzilgani to'g'risidagi guvohnoma bo'lishi mumkin va hokazo. Bu kabi hujjatlarimiz odatda o'sha yuqorida aytganimizdek tashkiliy hujjatlar, ya'ni guvohnomalar turiga mansub sifatida ko'ramiz. Ya'ni shaxsiy, sizga tegishli, lekin bu degan ariza yozsangiz ham baribir bu sizga shaxsiy hujjat hisoblanadi. Tushuntirish xati yozsangiz ham siz yozyapsiz, tilxat yozyapsiz. Bu demak sizning shaxsiy hujjatingiz deb yuritiladi. Endi hujjatlarning tayinlanish xususiyati va darajasi ham benihoya katta. Bu jihatdan hujjatlar quyidagicha guruhlarga bo'linadi. Hujjat tayyorlanish xususiyati va foydalanish darajasiga ko'ra asl nusxa hujjatlar va nusxa hujjatlar. Asl nusxani o'zini ikkiga bo'lamiz. Ikkinchi nusxa hujjatlar, ya'ni duplikat ham deymiz, takroriy holatda va ko'chirma nusxa hujjatlar. Nusxa hujjatlarning o'zi erkin nusxa hujjatlarini yana o'z ichiga oladi. Endi asl nusxa hujjatlar birinchi asl rasmiy hujjat nusxasi deymiz va nusxani o'zini esa asl nusxaning aynan qayta ko'chirilgan shakli, uning o'ng tomonidagi yuqori burchagiga nusxa degan belgi qo'yiladi. Ikkinchi nusxa, asl nusxa yo'qolgan hollarda hujjatning ikkinchi nusxasi, ya'ni duplikati beriladi va asl nusxa bilan teng huquqlidir. Ko'chirma nusxa ba'zan o'sha muayyan hujjatga emas, uning bir qismiga ehtiyoj tug'iladi va o'sha qismini yozib sizga taqdim etadi. Bu ko'chirma, ya'ni o'sha bayonnomadan ko'chirma, buyruqdan ko'chirmani ham yaxshi bilasiz. Shunga nisbatan oladigan bo'lsak, nusxa va ko'chirmalar notarius kadrlar bo'limi va shu kabi tomonidan tasdiqlangach huquqiy kuchga ega bo'ladi. Erkin nusxa hujjatlar esa hujjatlarda axborot to'la ifodalansa-da, u asliga muvofiq kelmaydi. Erkin nusxada muhr o'rniga muhr deb yozib, imzo o'rniga imzo deb yozib, gerb o'rniga gerb deb yozib qo'yiladi. Erkinligi nuqtai nazaridan shunday holat qabul qilingan. Endi hujjat qat'iy o'sha belgilangan rekvizitlarga ega. Rekvizitlar, ya'ni tarkibiy zaruriy qismlari 28 ta deyilamiz. Arizada, sodda arizada 7 ta, murakkabida 8 ta. Ustixatni o'zi ikkiga bo'linib, kimga kimdanligi, hujjat nomi, asosiy matn, ilova bo'lsa ilovasi, sana, imzo va ism sharif, arizani muallif. Mana 8 ta qismga bo'lingan. Xuddi shunday, masalan, buyruqlarda davlat ramzi gerbdan boshlanib, o'sha rahbarning imzosi va muhri bilan nihoyasiga yetadi yoki mas'ul shaxs yoki o'sha buyruqni ijrosiga mas'ul bo'lgan kishini ham ism sharifi, telefon raqamigacha buyruqning tagi qismida ba'zi holatlarda ko'ramiz. Yo'q, xatlarda ko'pincha umuman olganda asosiy 28 tani tashkil etadi. Tashkiliy umuman hujjatlarning tarkibiy qismi. Endi O'zbekiston Respublikasi gerbi, masalan, birinchi rekvizit hisoblansa, bu gerb hamma hujjatda ham mavjud emas. Masalan, tushuntirish xati, tilxat, bildirgi, bildirishnoma yoki tarjima hollatida gerb bo'lmaydi. Odatda farmoyish hujjatlari ko'proq gerbni qo'yamiz yoki diplomat, tijorat yozishmalarida ham, xatlarda ham gerbni ko'rgansiz. Va imzo bilan mana tugatiladi. 28 ta tarkibiy qismi bor. Bularni sizga mana e'tiboringizga havola etyapmiz, o'rganib olishingiz mumkin. Xo'p, endi shu o'rinda mana shu tarkibiy qismlardan kelib chiqadigan bo'lsak, men bir narsani aytishim kerak. Hujjatlarga qo'yiladigan talablar nima? Lingvistik, ya'ni o'sha tilshunoslik nuqtai nazaridan imloviy jihatdan to'g'ri yozishingiz kerak. Bu birinchi shart hujjat. Ikkinchisi, tinish belgilarini to'g'ri qo'ya bilishingiz kerak. Masalan, og'zaki nuqta aytamiz, mening maqsadim a'lo o'qish. Shu yerda to'xtam bo'lyaptimi? Tire 2 nuqta izoh nuqtai nazaridan tire yoki 2 nuqta qo'yasiz. Sanalash ohangi bo'lsa virgul qo'yilishi, bu yaxshi bilasiz. Tinish belgisi ham muhim. Uchinchisi, uslubiy jihatdan gapni to'g'ri shakllantirish. Masalan, talabalar qo'shimcha daromad topish uchun mehnat qilishga majbur bo'lmoqdalar. Jumlasi uslubiy xato, ya'ni majbur bo'lish emas, qo'shimcha daromad topish bu o'sha ijobiy xususiyatga ega. Demak, kishi o'zini o'sha moddiy ehtiyojdan kelib chiqqan holatlarda mehnat qilishi bu albatta majburiylik emas. Ba'zida talabalar gap tuzish bilan bog'liq topshiriq berilganda uslubiy jihatdan xato qiladi. Yoki choyni ichdim deysiz, choyni yedim demaysiz. Qo'lni qo'yish emas, imzo chekmoq, imzo qo'yish yoki pechat urdi emas, muhr bosdi degan jumlalarni qo'llasak uslubiy to'g'ri shakllantirgan bo'lamiz. Va texnik jihatdan o'sha kompyuterda yozganingizda texnik qoidalarni inobatga olishingiz kerak. Yoki qo'lda yozganda ham bu jihatni inobatga olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Va sizga ijtimoiy tarmoq sahifalarimizni ham eslatib o'tamiz darsimizning so'ngida.
Albatta bemalol fikrlaringizni bildirishingiz mumkin hujjatlar bilan bog'liq jarayonlarda. Men sizlar bilan esa darsimizga yakun yasayman. Keyingi darsga qadar diydorlashguncha xayr, sog' omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr.